Assalomu alaykum do'stlar. Mana sizlar bilan Baxabek. Bu birinchi videoyim. Meni hozirgi asosiy maqsadim 100 ta obunachi bo'lish. Hozir sizlar bilan Zahvat flagi rejimida, ya'ni bayroq o'g'irlash rejimida o'ynaymiz. Men o'zim Elgo Gamer degan nima desa bo'ladi, YouTuberga juda ham qiziqaman va uni videolarini har doim ko'rib boraman. Hozir men Zahvat flagi rejimida, tundra rejimida o'ynaymiz. Hozir men iloji boricha qanaqadir botroq o'ynashga harakat qilaman. Ko'ramiz, kim yutadi, o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasizlar. Men uchun mana shu Dravabek yaxshiroq. Yo do'stlar, qaranglar. Voy krisa. Настройкаga kirib to'g'rilab chiqmasam poylashi o'zgarib qolibdi-da do'stlar. Okey, endi davom ettiramiz. Do'stlar, to'g'risini aytsam, hozir bu video chiqarmoqchi emasdim o'zi, lekin uyda Elgo Gamerni anosiga nima edi? O'ynashiga, uni obunachisi ko'pligiga oddiy o'ynab o'tirib turib, shuncha obunachi to'plab pul olibmiz. Endi shunday qilib katta natijalarga erishyapti-da. Men ham o'shanga qiziqib keyin o'ynayapman. Voy krisa, men turganini qaranglar buni. Voy. Mana shu kobra. Nimani bosar? Voy turgan. Voy krisani qaranglar. Do'stlar, hozir menga bu yoqmayapti-da nega? Boshqa rejimda o'ynab ko'ramiz. Masalan, zombi rejimida sizlarga zo'r joylar ko'rsataman. Desertda emas edi. Factory zavod degan joyda iloji boricha ko'proq avtomatda olish kerak. Keyin mana shu maytda chiqasizlar. Ishdan chiqib turib, ishga sakraysizlar va hech kim chiqolmaydi maytga. Ko'ringlar, mazza qoqishtirib tashlaysizlar. Mazza. Bunisiga sizlardan ham uncha ko'p bo'lmaydi, chunki sababi hammasi sizlar ko'radi. Keyin faqat sizlar oldilariga keladi. Endi men bu videoni ko'rayotganlar, iltimos, ko'proq tezroq biz 100 ta bo'lishimiz kerak-da. Videolar chiqib borishi uchun like bosinglar. Yana keyingi videolarda eng zo'r qurollardan ko'rsataman sizlarga. Mana qaranglar. Qiruvchigan jonim qo'l. Ehtiyot bo'lish kerak. Tushib ketdi. Voy do'stlar. Voy, Leonni qaranglar, o'ldirib qo'ydi. Shunaqa joyga lekin ehtiyot bo'lasizlar. Mana Leon o'ldirib qo'ydi. Voy. Do'stlar, lekin yomon alam qildi-da. Iltimos, tezroq obuna bo'linglar. Sababi men aytayapman-ku, tezroq 100 ta bo'lishim kerak. Bu maqsadimga erishishim uchun esa faqat sizlar yordam bera olasizlar. Nimasi qiyin? Bitta obuna tugmasini bosib qo'yish kifoya. Obuna bepul.
Shunisi plus tarafi. Men ishtaman, chatishtirib tashlaysizlar hammanglar. Yana bundan tashqari hozir mana tundra degan joyda mana avtomat olasizlar. Mana joydan chiqasizlar. Ikkinchi etajga chiqib turib, burchakdan mana shu yerga chiqib chatishtirib tashlaysizlar. Faqat iloji boricha mana oyna tomonga turib qolmanglar, chunki zombilar oynadan nima deb oynadan qo'lni chiqarib o'ldirib yuborishi mumkin. To'g'risini aytsam, o'sha Elgo Gamer meni akam bo'ladi. Akaxonim endi tug'ishgan bo'lmasa ham o'zim akaxonim sifatida ko'raman, chunki har bitta videosini boshidan oxirigacha ko'rib, hammasini intiqlik bilan tomosha qilaman-da. Har bitta videosi uchun jonim berishga ham tayyorman-da. Chunki shunaqa zo'r videolar chiqaradi, odam ko'rgisi kelib ketadi-da. Do'stlar, ko'rganingizlardek hozir o'sha mana shu joylar zo'r joylar. Keyin do'stlar, mana yerda mana desert degan zonada ko'pchilik taniydi buni. Ko'pchilik maza o'ynaydigan zona. Keyin bu yerda mana xohlagan avtomatlarni olasizlar. Buni ustiga mana yerda nima desa bo'ladi, qilish nima edi? Xarid qilish ham oson-da. Agar o'qinglar tugab qolsa, masalan, ishda o'tiraverasizlar kutib. Turib qilib qilaverasizlar, lekin ular chiqolmaydi bu yoqqa. Chunki aqli yo'q. Keyin house kirdim hozir. Smith kartu, keyin Ruins 2 degan bazada o'tirib olasizlar. Hozir novi round qo'yaraman, chunki bu tomonda emasda, u men ko'rsatadigan joy narigi tomonda, zombilar tirilgan tomon. Ana tak avtomat olasizlar. Bu avtomat olman, demak qaysi birini olsak bo'ladi? Olasizlar. Keyin pastga tushib, mana shu qavatga tushib turib, mana yerdan o'tirib, kirib shu yerda o'tirasiz. Chunki zombilar faqat sakraydi. O'rtaroqqa turib olasizlar. Mana yerda mana ular qancha harakat qilsa ham sizlarni o'ldira olmaydi, chunki ular sig'maydi bu yoqqa. Bu yoqqa faqat o'tirib kirsa bo'ladi. Ko'rdim hozir. Do'stlar, bu birinchi videom ekanligi uchun biroz duduqlanib, hayajonlanib gapirayotganim uchun uzr, lekin chunki bu endi birinchi videomda ancha mashq qilib, o'rganib, qilgandan keyin bu kamchiliklarni ham to'g'rilashga harakat qilaman. Keyingi safarlar boshqa o'yinlardan ham videolar chiqarib turaman. Keyin mana ikkitamiz qolibmiz. Agar sizlarga mana shu Counter o'yini ko'proq yoqsa, Special Forces Group 2 ko'pchilik Counter deydi,
bemalol aytsanglar men bundan videolar chiqarib ko'proq chiqaraman. O'sha Elga Gamer aytdimku, o'sha xuddi o'shanday tilim kelishmay qolyapti. Uzr, lekin qaralamay uyilgan. Granat tashlayveramiz. Qaranglar. Slow motion yoqib turib, kallasini qo'shtirib tashlayverasizlar. Mazza. Qaranglar, hammasi uyilgan. Ashta qo'shtirib tashlayverasizlar. Ikkinchi o'rtaroqqa o'tirib shundan ular o'ldira olmaydi sizlarni, chunki ular qo'li yetmaydi. Ko'rdilar, mashtman zabini otib tashlasanglar bo'ladi. Mashta mazag'ib. Qaranglar, bitta o'zim qopman. Yana 100 sekund biz odamlar g'alaba qozonadi. Keyingi videoda men uchun sizlar bilmadim, lekin men uchun eng yaxshi qurollar haqida aytib o'taman. Men uchun qaysi qurollar eng yaxshi, qaysilarini sizlarga tavsiya etaman, o'shalarni aytib o'taman hammasini. Lekin texnik muammolar uchun uzr so'rayman. Chunki aytayapmanki, birinchi videoyim bo'lgani uchun ancha hayajonlanyapman. Keyin do'stlar, Extreme Gaming degan kanal bor. Unga ham obuna bo'lib qo'yishingizni istardim. U kanalni ham men kuzataman. Ayniqsa Yahyobek aka bilan boy aka ikkitasi suhbatlashib mazza qilib o'sha Counter o'ynaydi. Videolari juda ham qiziqarli va kulgili. O'shani ko'rishni maslahat beraman sizlarga. Demak do'stlar, deyarli vaqtim ham kelib qoldi. Shuncha o'ynaganimiz yetadi. Do'stlar, 12 sekund. Chidaymiz. 7 8 6 5 4 3 2 1. Люди выиграли. Do'stlar, biz bu yerdan o'tdik. Keyin izohlarga yozib qoldiringlar. Keyingi videoda qanday challenge'lar yoki qanday vazifalar qilish kerak, o'shani yozib qoldiringlar. Keyin men bu fikrlarni hammasini o'qib chiqaman va u topshiriqlar bajarishga harakat qilaman. Demak, do'stlar,
Sizlar bilan Bayhabek bo'ldi. Vaqtingizni cho'q o'tkazgansiz deb umid qilaman. Ming bor uzr. Birinchi video olayotganim uchun shunaqa hayajonlanib gapirishga ham qiynalyapman, hayajonlanyapman. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.